aniq ishontira olaman, bunaqa narxga bu joydan tayyor remontli xonadon topa olmaysiz. 8-qavatdan yaqinda shu dekabr oyida reklama qilganimizda 4 kun ichida xuddi shu planirovkaga ega, remonti deyarli bir xil bo'lgan xonadon, lekin umuman jihoz yo'q, 53 ming dollarga naqd pulga baraka bo'lgan edi. Endi qavati pastroq, lekin sharoit undanda yaxshi. Hamma texnika jihozlari bilan sotuvga qo'yilayotgan bitta kvartirani hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, mehmonxonasidamiz. Kelinglar, bir boshidan boshlaylik. Uni qaranglar, koridorining chiroyliligini. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Hamma o'sha bilgan Sakinat turar joy majmuasidaman. Atlas san'at saroyining shundoqqina yonginasida joylashgan. 5 bola building kompaniyasi tomonidan qurilgan ushbu loyihani 5-qavatida 3 xona 77 kvadrat metrdan sal oshiqroq maydonga ega bo'lgan 3 xona juda ham chiroyli xonadon sotuvga qo'yilmoqda. Keling, birma-bir planirovkalar bilan tanishtiraman. Xonadonimiz sizga yoqsa, videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yasiz. Kirishingiz bilan ko'rib turganingizdek, kirish eshigi, bu tomonda hojatxona joylashgan, o'ng qo'lga mana shunaqangi garderobni shkaf qilib qo'yishgan. Pastda oyoq kiyimlar turadi, bag'da qo'shimcha narsalar uchun javonlar qilingan. Kiyimlarni ilish uchun esa veshelkalar qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu shkaf ortida esa bitta zo'r narsani yashiribdi. Remont qilayotganlar diqqatiga life hack desa bo'ladi. Shundoqqina orqasini ochsalang, Wi-Fi router bilan elektrikani mana shu qutisi deymiz-ku, shuni yashirib ketishibdi. Ko'p joyga remontga borganimda aynan dizayner, prorab ustakalarimiz bitta narsaga e'tibor bering, Said Kamol uyni tanlayotganda yoki sotib olayotganda elektrikasidan bilsangiz bo'ladi, qanaqa qilib bu xonadonga mehr berilganligini degan fikrda aytishgan. Bu fikr to'g'rimi, noto'g'rimi? Kommentariyada o'zingizni xulosalaringizni yozib keting. Lekin aynan mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin, ushbu xonadon sotish uchun emas, aynan o'zlari yashash uchun qilingan. Ketdik mana. Xunuk bo'lib turmaydi, yashirinib turadi. Ko'rishingiz mumkin, to'g'rida oshxona joylashgan. Koridor bo'ylab yurganingizda alohida xonalari birin-ketin ko'ramiz. Kirishingiz bilan chap qo'lda hojatxonani o'zi, ko'rishingiz mumkin, unitaz o'rnatilgan. Keyingi xonamiz dushovoy zona. Bu yerga dush qo'yilgan va o'zini rakvinalari, hamma jihozlari o'rnatilgan. Uni yonginasida oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham kengina. Boshidan oxirigacha, patologgacha bo'lgan masofada oshxona mebeli o'rnatilgan, xolodilnik, televizor, kir yuvish mashinasi mavjud va mana bu yerda duxkontrli kotel bor. Gazdan bu yerda muammo yo'q, hamma sharoiti bor. Eng qiziq joyini aytaman. Gazni 35 gradusga qo'yib qo'yishgan. 35 gradusga qo'yilgan holatida ba'zi bir xonalarda radiatorni o'chirib qo'yishibdi. Misol uchun oshxonanikini ushlab ko'rsam, muzdek turibdi. Ba'zi bir xonalarnikini ham o'chirib qo'yishgan ekan. Juda ham isib ketyapti xonadonimiz deyishdi. Kelinglar, hozir bitta gaz plitani ham yoqib, bu yerdagi sharoitni ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, gazlari yonib turibdi. Eng qiziq joyi, bugun 19-yanvar bo'ladigan bo'lsa, kecha 18-yanvar kuni butun Farg'ona shahri bo'yicha gaz biroz pasaygan. Shaxsan o'zimning uyimda ham gazdan muammo bo'lmagan, lekin bizda ham gaz pasayishi bilindi. Pasaygan holatida bu joyda maqtash uchun aytmayapman, realni shunaqa. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Eshiklarda ham sifatlisi o'rnatilgan, oshxonaga mana bunaqa oynali varianti qo'yilgan ekan. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Barcha jihozlari, mebellari qoladi. Birgina shu ish stoli o'zini kreslolarini olib chiqib ketishar ekan, xolos. Mana bu tomonga televizor zonasi qilingan. Bitta televizor ilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu tomonimizda yotoqxona mebeli, o'zini tryumosi, kerakli jihozlari va patologgacha bo'lgan shkaf bilan jihozlangan. Patologlarni natijnoy qilishgan, lyustralib, chekkalariga plafon qo'yilgan. Mana bu yerda esa o'zini alohida balkoni mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Kengina balkon. Koridor bo'ylab yurib kelamiz. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'ldi.
Bolalar yotoqxonasida ham hamma sharoit qilingan. Ikkita farzandingiz uchun hamma qulaylik bor. Dars stoli o'ziniki alohida shkafi, ikkita farzandingizda o'zini alohidadan dars stoli bo'ladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bolalar yotoqxonasida oynani ochganda mana bunaqa panjaralarni ham o'rnatib qo'yishgan. Va eng so'nggi xonamiz bu mehmonxona bo'ldi. Mehmonxonada katta Avalon televizori o'rnatilgan. Bunaqangi katta yumshoq mebelni anchadan beri ko'rmagandim. Hovlida ko'rardim xolos. Kvartirada bunaqa yumshoq mebelni ko'raman deb o'ylamagandim. Ayniqsa bu joyda kompaktli narsalar qo'yishardi odatda. Va mehmonxonamizning ko'rinishi. Televizor zona juda ham chiroyli chiqqan. Devorlari aboy, patologlarda o'zining lyustralari bor va o'zini alohida balkoni ko'rishingiz mumkin. BBB Motorsda shundoqqina tepasida. Orqa tomonda ham parkovkalari bor. Oldi tomonda esa o'zining navesli parkovkalari mavjud. Mana bu ko'chadan chapga qarab yurganingizda Media Parkning oldidan chiqasiz. Ushbu xonadonimizda egalari bilan narxini kelishayotgan paytimizda oldingi klientimizning istoriyasini aytib berdim. Ya'ni 56 ming dollarga reklamaga qo'ygandik. Xuddi shu domning 8-qavatidan, lekin jihozlari umuman yo'q edi. Oshxona mebellari ham hech nimasi bo'lmagan. 53 ming dollarga 4 kundan 5 kunda baraka bo'lgan edi. Xonadon egalari 65 ming, 70 ming mo'ljallam deb turishgan paytida narxini anchagina tushirtirib sizlar uchun 61.500 dollarga e'longa chiqaryapmiz. Narxi juda ham zo'r. Qavati ham 5-qavat. Men 8-qavat haqida gapirgan edim. Kelib, ko'rib xonadonni egalarning qo'lini bitta qattiq qisib turib, ozgina narxini tushirtirishlaring mumkin. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun esa ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yana bitta syurprizim ham bor. Turar joy kompleksining o'zi chiroyliligini bitta qaranglar. Dvori ham kengina, oxirida bolalar maydonchasi mavjud. Mana bu 10 qavatli novostroykani aynan 1-podyezdning 5-qavatida joylashgan. Kirishlari ham kod orqali ko'rishingiz mumkin. Pixel Media Park Targoviy sentri shundoqqina yonginasida. Aynan mana shu A5 raqamidagi parkovka joyini ham o'zlari uchun sotib olishgan. Shu parkovkaning narxi ham 10 million so'm. Oldin reklama qilgan uyimizda 8-qavatdagi uyda parkovkasi ham bo'lmagan, aynan shunaqa yopiq parkovkasi bo'lmagan. Narxini aytib o'tdim, nech pulga baraka bo'lgan. Bu uy o'zini puliga arziydi, albatta egasi bilan kelishsangiz bo'ladi. Lokatsiya zo'r, kommunikatsiyada muammo yo'q. Parkovka joylarigacha bor. Yana nima qulaylik kerak? Kirasiz, shundoqqina yashab bersangiz bo'lgan. Egalari bilan hoziroq bog'laninglar. Biz nomimizdan chiqqan klientlarga yaxshi narsa qilib berishadi. Ozgina kamaytirib beradigan joyi bor. 3 marta aytdim o'zi ham bu gapni. San'at saroyini shundoqqina yonginasida.